Keyin urushganlar yarashsin, gina kuduratlar tugatilsin, silay rahim o'zganlar bog'lasin. Agar buni bog'lamasa, Abdullah ibn Mas'ud roziyallohu anhuning gaplari bor. Ey Abdullah ibn Mas'ud, bizni duo qiling, sizni duoingiz ijobat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'rgansiz deyishganda, silay rahim o'zganlar chiqib ketsin, keyin duo qilaman deganlar. Duo ijobat bo'lmaydi deganlar. Qaysi jamoatda silay rahim o'zganlar bo'lsa, duo ijobat bo'lmayapti. Endi siz iftorlikda ey Allohim pulimni ko'p qilgin, ey Robbim ro'zamni qabul qilgin, gunohimni kechirgin deyapsiz-ku. Amma bilan silay rahim uzilgan. Singil bilan silay rahim uzilgan. Uka bilan gaplashilmaydi. Tog'a bilan urishilgan. Qanaqa duo ijobat bo'lsin? Qarindoshiga rahim qilmagan inson rahim qilinishga loyiqmi? Loyiq emas. Demak, payg'ambarimiz alayhisolom aytganlaridek, irhamu man fil ard, yerdagilarga rahim qiling, Alloh sizlarga rahim qiladi. Rahim qilaylik, bog'lanaylik, silay rahimni bog'laylik. Inshaalloh Karim Ramazon ana shunisi bilan go'zal bo'ladi.